Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, dalasa ishqibozlari. Stream yoqqanimga sal qo'tyapti. Bunga e'tibor berib qo'yinglar, alohida e'tibor. Eslatib bo'lsalaring, narigi akkauntim o'chib ketdi. Uni KB kardinal edi nomi. O'chib ketdi. Keyin bu akkaunt obunachimga berdim. KB kardinal kirib ko'rsalaring. Obunachimga berdim. Men bu baralar bilan Yamalda obunachim. Pullarni ishlatib qo'yibdi. Ko'p pullar, lekin olmos ko'p. Olmos. Dalasi 2006-yilda yangilab oldim. Hozir o'ynab etgandim. Hozir ko'raychi qanaqa yangilanishlar kelgan. Bu ustidan yaxshi. Anchadan beri o'ynayapti faqat. Men bilmadim. Bular qilsa bo'laman. Команда Сардор и пенальтиdan tepadi, и штрафной. Вот так. Нормально. Mana bitta kuchaytirish olibdi obunachim. Qanku bitta kuchaytirib qo'yaylik. 89 bo'ladi. Mbappe. Yaxshi. Shunimagadir qo'tyapti sal. Bu qotish uchun uzr so'rayman. Bitta ko'rsating mana ikkinchi o'rin ekan. Liverpool birinchi o'rin. Nimaga ikkinchi o'rin? Har doim birinchi o'rinda kelgan. Obunachim o'ynabman. Barsani 2-0 yutibdi. Arsenal 2-0. Arsenal 3-3 ekan. Arsenal 3-3. Manchester United bilan 2-1. Milan bilan 1-0. Endi hozir yana Milan bilan o'ynayapmiz. Yana Benfica bilan o'yin. Parij bilan PSG, Liverpool, yana Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Aston Villa, Lazio, Manchester United, Marcelo bo'ldi. Shular bilan hozir kimlar o'ynaymiz? Voy. Crystal Palace bilan o'ynaymiz. O'tgan yili Crystal Palace Cityni mag'lub qilib Angliya Kubogini oldi. Esingizda bo'lsa, futbolga qiziqadigan bo'lsa, shu video qanimda sal qo'yapti. The manager goes for an attacking. The away team have gone with this lineup. Qo'tishini qarang, qanaqa qo'ygan. Qanaqa qilib? He steps up to steal the ball. Nima telefon deb so'rasalaring, Koko shuni ko'taring. Mbappe looks comfortable on the ball. Koko yana. Is this a goal? Chak. Henderson to the rescue. Bartomeu. Denied by the post. Mama chicken to Manchester And United. Bruno. What a way to start the match. He was quick on the mark and has opened the scoring. Williams has the ball. Bu podcast. Qo'tishini qaraylik. Mateta. An expert tackle. Saliba with a tackle. That's a poor pass. Jeremy Pino. They're moving the ball
Aşağıya oldu videoları Henderson to the rescue. sergi yoksa oldu. Oluyor obraçlarını için yeni videolar. Haaland dispossessed there. Yapıla kurulanlar kitapçı, katına pesivira Saliba clears. O'rtog'im bor, mini It's gema, Mitchell. Hakimi mini tackles. grafik quroli, shular ulab o'ynasalaring, obro' qo'yinglar. YouTube'ga mini gema deb yozsalaring, chiqib keladi. Good interception. Ismi Shohrux, uni obro' qo'ysalaring, It's hamma whipped into the obunachini box. o'ylab chiqqan, hamma obunachini. Now what can he do from here? Hamma obunachini bugundan graf o'ynaydigan PUBG, lekin FIFA o'ynaydi. Richards gets it clear. FIFA YouTube'ga qo'yadi. Bilishmaydi, bilishmaydi. Off his head. He's offside there by a wide margin. Bilisi baribir yaxshi, to'g'rimi? Bilisi Henderson yaxshi to the deganlar rescue. like, obuna, comment, yozinglar. Dribbles with the ball. Erling Haaland. Oh, nice finish. He tucked it away. What a well-placed shot. Do'stlarimni jo'natib qo'yib, shuni obuna bo'lib Instagram mana shu akkauntni beraman. PUBG akkauntni beraman. Eng yakın PUBG akkauntni beraman. Ikkita akkauntim bor. Bittasi And he's Leipzig found the akkaunt. defence, but can he finish it? Bitta Leipzig emas. Qancha minutlar bor? Ikkisi yo'q endi. Bitta akkaunt, katta akkauntim bor. X custom. So 45 minutes gone in this Diamond Cup tie. They're in the Shularni driver's seat. hisobiga qo'yaman. Just need to PUBG'ni hold on to qo'ydim. their lead. Atak. Birinchidan almashtirmaymiz. PUBG account kerak bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga yozaman. Accountimda ID'sini beraman. ID'sini bilan qaror beraman. So, we're ready to Account go qilib again. qo'yinglar. Another 45 minutes. Qo'tyapti, nima qo'tyapti? Won the ball. Qo'tmagan kamida 5 gol uradi. The referee has his work cut out. Oldin bilan ko'rsating, kirdi kardinal yozlar. Hamma narsa chiqib keladi. Kirdi kardinal. Yozlar. Qarab o'ynaganman oldin. Tablet akkauntim bor, eski PUBG akkauntim. Oh, this is crisp passing. Katta PUBG akkauntlarni sirga qo'ymoq. Bot shularni yaxshi akkauntlarni. Botman qulay akkaunt. He got that ball wrong. And he's won it back for his team. Anchadan Find the position. Arsenal trying to get back into the game. Intercepting. They've won control of the ball. Valverde with the ball. Will he go for glory? He's done it. Great finish into the top corner. Real Madrid Expertly placed. comeback var. Time for a fresh pair of eyes here then. The substitutes are ready. They're coming on. Tamam, zamanladan sonra kabul etmek. Munoz has the ball. Foul. He caught the player. Ne yapıyor? He wins the aerial duel. Sizlerden fırsat bulardı. Tüm boyu Matias'ı bir He's taken back possession. iyi bir top videolar kopuk çıkardı. O kamda çıkarıp bitti işte. He's read that one absolutely perfectly. A poor ball there. He misjudged the pass. He's going for it. Henderson to the rescue. Gösterimi açtıydı. Obro koşu, influencer'ın diğerler ortalar. Oldu pas veren. Ana iyi. Onun Richards. Kötü yaptı da konuşlar için. Haaland
drives forward. Uses his head. There's a goal alert. It looks like it's all level in that other game. And he's given possession away in a dangerous place. Simply no messing about there. Clean finish. That goal is second of the match. Some players are looking tired, so changes. Munoz has the ball. Vinicius Junior. Oh, that was too high. And more goals. He got the man on the ball. Great move, he's clean through. Surely a goal. It's a fantastic stop. That's it, he's off, his team are winning, but that red may jeopardise their chances of victory. That was a good victory. They're through to the next round and eagerly await their next opponents. yangi qora agentlar kelgan. Eski agentlar tanishinglar. Hozir menga mashdan mana shu ikkalasi kerak. 86 и Rivaldo ham. Hujum kerak emas, hujumim ko'p o'zi. Shu kerak. Qanday sarflaymiz buni? Vallahi men ham kerak. Bes. Hozir bitta qilamiz. Bandek qilib oldi. Odamlardan kim chiqibdi? Men 2 mana shunaqa kam pulli odamlarni olib qolish kerak, chunki akkaunt full qilish kerak. Akkaunt full qilish kerak. Olamiz. Sertifikat qo'yamiz. Buni bosamiz. Sotamiz. Mana bu qasam endi baskramizda bosamiz. Carvajal kuchaydi. Hech yo'qmi? 80 xalq kuchaydi. Ozgina yetmabdi. 40 to'g'ri bosam. Yo'q, faqat navbatga kuchaysa bosaman. Bitta odam olamizmi yana qani? Pul yetadigan odam olish kerak. Shuni olamiz. Shuni bismillahirrohmanirrohim. 39 tanga qoldi. Sotamiz buni ham. Kuchaytirib bismillahirrohmanirrohim. Go. Salim Bavay. Faqat himoyachilar kuchayar ekanda. Faqat himoyachi mayli. 39 ta tangam qoldi. Yigirma Tomas bosayım. Pul kuchaymayapti, varta bo'ldi. Varta full. Alisson full. Full. Xayr, sizlar bilan mini kabi bo'ldi. Keyingi streamga ko'rishguncha.